Muvaffaqiyatli insonlarning 7 ko'nikmasi. Shaxsiy kamolotning qudratli quroli. Stiven R. Covey. Muvaffaqiyatli insonlarning 7 ko'nikmasi ilk nashridan buyon 40 dan ortiq tilga tarjima qilinib, 40 million nusxadan ortiq sotilgan. Yozilganiga 30 yil o'tsa-da, hamon biznes va shaxsiy rivojlanishga doir bestseller asarlar maqomini saqlab kelmoqda. Asar o'tkinchi trendlar, yuzaki va siyqasi chiqqan ommabop psixologiyaga emas, boqiy tamoyillar, adolat, samimiyat, sadoqat va inson qadr-qimmatiga tayanib maslahatlar beradi. Birinchi qism. Paradigma va tamoyillar. Ichkaridan tashqariga. Bu dunyoda to'g'ri yashashdan ayricha mukammallik mavjud emas. David Starr-Jordan. Kamina 25 yildan buyon tadbirkorlik, oliy ta'lim, nikoh va oila masalalari bilan shug'ullanaman. Bu vaqt mobaynida aql bovar qilmas zohiriy muvaffaqiyatlarga erishgan shaxslar bilan muloqotda bo'ldim. Ularning ko'pchiligi boshqalar bilan sog'lom aloqa o'rnatish, shaxsiy xotirjamlik va samaradorlikka ich-ichidan muhtojdir. Ular e'tirof etgan mana bu muammolar sizga ham tanish bo'lsa kerak. Men karyera masalasida o'z oldimga qo'ygan barcha maqsadlarimga erishib, ulkan muvaffaqiyat qozonyapman. Lekin bu shaxsiy hayotim evaziga bo'ldi. Men endi rafiqam va bolalarimga go'yo begonalikman. Hatto o'zimni ham taniy olmay qolaman. O'zim uchun aslida nima muhimligini ham aniq bilmayman. Shunda o'zimga savol beraman: erishganlarim chindan ham shuncha qurbonlikka arziydimi? Men yana parhez qilishni boshladim. Shu yil hisobidan bu 5-si. Ortiqcha vaznga egaligimni yaxshi bilaman va o'zgarishni, qomatimni tartibga keltirishni istayman. Shunga daxldor nima yangi ma'lumot uchrasa, qoldirmay o'qib boraman. Oldimga qat'iy maqsad qo'yaman. O'zimni ruhlantirib, parhez qilib, qo'limdan kelganicha o'zimni ishontiraman. Ammo baribir oxirigacha uddalay olmayman. Parhez boshlaganimdan bir necha hafta o'tgach, ishtiyoqim so'nadi. Men shunchaki o'zimga bergan va'damni bajarishga ojizlik qilaman. Samarali boshqaruvni o'rgatuvchi bir nechta kurslarga qatnashdim. Xodimlarimga nisbatan talabchanman, lekin ularga hamisha to'g'ri va do'stona munosabatda bo'lishga astoydil harakat qilaman. Taassufki, ulardagi sadoqat hissini tuymayman. Tobim qochib bir kun ishga bormasam, barcha xodimlar asosiy vaqtini ish qolib gap sotib o'tkazadigandek go'yo. Nima uchun ularni mustaqil va mas'uliyatli bo'lishga o'rgata olmayman? Nahot o'zim istagandek xislatlarga ega ishchilarni topishni ham eplolmasam? O'smir o'g'lim juda qaysar, boz ustiga giyohvand moddalarga ruju qo'ygan. Qancha urinmay, menga umuman quloq solmaydi. Nima qilsam bo'ladi bu vaziyatda? Bajarishim kerak bo'lgan ishlar juda ko'p, vaqtim yetmaydi. Haftada 7 kun, 24 soat kuchli bosim ostida va muammolar girdobida yurgandek bo'laman. Ularga barham berish uchun vaqtni to'g'ri taqsimlash bo'yicha seminarlarda ishtirok etdim. Turli xil usullarni sinab ko'rdim. Qaysidir ma'noda ular menga yordam berdi. Shunday bo'lsa ham, hayotim hanuz o'zim istagandek baxtli, samarali va osuda emas. Farzandlarimni mehnatkashlikka o'rgatishni istayman. Ammo ularga biror yumushni bajartirish davomida har bir harakatini kuzatishimga, adog'i yo'q nolishlarini tinglashimga to'g'ri keladi. Bu ishlarni o'zim bajarsam osonroq bo'ladi. Nega endi bolalar o'z yumushlarini o'zlari istab xursandchilik bilan bajarishmaydi? Men bandman. Chindan ham bandman. Lekin ba'zan qilayotgan ishlarim oxir-oqibat nimanidir o'zgartirarmikin deb o'ylab qolaman. Men chindan yurakdan hayotimda mazmun borligiga, mening mavjudligim muhim ahamiyat kasb etishiga ishongim keladi.
do'stlarim yoki qarindoshlarim muvaffaqiyatga erishganlarini, yutuqlari tufayli e'tirof etilayotganini ko'rib xursand bo'laman va zavq shavq bilan ularni tabriklayman. Boshqa tarafdan ichimni it-tirmay boshlaydi. Nega o'zimni bunday his qilaman? Mening irodam juda kuchli, aniq bilaman. Deyarli barcha munosabatlarda natijani o'zim nazorat qila olaman. Ko'pincha boshqalarni o'zim istagan yechimda ko'ndirish orqali bunga erishaman. Har bir vaziyatni ko'zdan kechirib, fikrim hammaga birdek ma'qul bo'ladi degan xayolga boraman. Shu bilan birga o'zimni noqulay his qilaman. Boshqalar men va mening fikrlarim haqida qanday o'ylarkan deb qiziqaman. Oilaviy hayotim izdan chiqdi. Turmush o'rtog'im bilan urushmaymiz, janjallashmaymiz. Biz shunchaki ortiq bir-birimizni sevmaymiz xolos. Vaziyatni to'g'rilashga urindik. Mutaxassislardan maslahat oldik. Bari befoyda. Qachonlardir bo'lgan his-tuyg'ularni qaytara olmaydiganga o'xshaymiz. Bularning bari juda chuqur va og'riqli muammolardir. Ularni qisqa muddatda hal qilishning aslo iloji yo'q. Bir necha yil muqaddam rafiqam Sandra ikkimiz xuddi shunga o'xshash muammo bilan kurashgandik. O'g'illarimizdan birining maktabdagi o'qishi oqsardi. Uning o'zlashtirishi pasayib ketgan, sinovlardan muvaffaqiyatli o'tish tugul hatto test yo'riqnomalarini ham eplab tushuna olmasdi. Boz ustiga odamlar bilan munosabatda juda g'urur bo'lib, tez-tez yaqinlarining yuzini yerga qaratib qo'yardi. Shuningdek, farzandimizning jismoniy holatiga ham havas qilib bo'lmasdi. U zaif, ozg'in va besunaqay edi. Masalan, oddiygina beysbol o'yinida tayoqni koptok havoga irg'itilmasdan avvalroq silkitib yuborardi. Boshqalar uni mazax qilardi. Sandra bilan o'g'limizga qanday yordam berishga boshimiz qotgandi. Muvaffaqiyatli bo'lish hayotning har bir jabhasida, jumladan ota-onalik burchini ado etishda ham muhim ekanligini his qildik. Shuning uchun farzandimizga bo'lgan munosabatimizni o'zgartirib, uning xulqi bilan jiddiy shug'ullana boshladik. Ijobiy fikrlash usullaridan foydalanib, har bir yumushda ruhiy dalda berishga intildik. Misol uchun, beysbol o'ynayotgan o'g'limizga shunday dedik: "Bo'la qol, bolam, sen buni uddalaysan. Senga ishonamiz. Kela qo'ling bilan beysbol tayog'ini ushla va biroz balandroq tut. Koptokdan ko'zingni uzma. Koptok senga yaqinlashgunicha tayoqni silkitma." Shundan keyin agar o'yinda biroz yaxshilanish kuzatsak, uni yanada ko'proq rag'batlantirardik. Barakalla o'g'lim, shunday davom ettir. Farzandimizning ustidan kulganlarga "Bolani tinch qo'ying, u endigina o'rganyapti" deb tanbeh berardik. Shunday damlarda o'g'limizning mijjasi yoshga to'lar. Hech qachon bu ishni qo'lidan kelmasligini, umuman beysbolni jinidan battar yomon ko'rishini aytib yig'lardi. Xullas, farzandimizni muvaffaqiyatli qilish uchun urinishlarimiz zoye ketgach, chindan ham tashvishga tushib qoldik. Uning o'ziga bo'lgan ishonchi tobora pasayib borardi. O'g'limizni ruhlantirishga, xayrixohligimizni ko'rsatishga har qancha harakat qilmaylik, takror va takror muvaffaqiyatsizlikka uchradik. Shunda nihoyat bir qadam ortga chekinib, vaziyatga boshqa tomondan qarashga qaror qildim. Aynan o'sha paytlari kasbiy faoliyatimda yangi loyihaga jalb etildim. Bu loyiha yetakchilik va rivojlantirish dasturini ishlab chiqishdan iborat edi. Mijozlar turfa xil bo'lib, ular butun mamlakat bo'ylab tarqalgandi. Xususan men IBM kompaniyasining ijroviy rivojlantirish loyihasi ishtirokchilariga mo'ljallangan o'quv mashg'ulot dasturi tayyorlashga kirishdim. 2 oy davom etadigan dastur muloqot va idrok mavzusida edi. Shu mavzu yuzasidan izlanib, taqdimotlar tayyorlar ekanman, idrokning shakllanishi va ishlash mexanizmiga qiziqib qoldim. Shu bois umidvorlik nazariyasi, shuningdek, o'z-o'zini bajo keltiruvchi bashoratlar, boshqacha aytganda, Pigmalion effektini chuqur o'rganib chiqdim. Idrokimiz naqadar chuqur ahamiyatga ega ekanligini anglab yetdim. O'rganganlarimdan ma'lum bo'ldiki, biz atrofni, undagi vaziyatlarni maxsus linza orqali ko'ramiz. Shunday ekan, biror hodisani tahlil qilayotganda nafaqat vaziyatga, balki vaziyatni ko'rsatayotgan linzaga ham e'tibor qaratishimiz zarur. Chunki ana shu linza dunyoni idrok etishimizga asosiy vosita hisoblanadi.
IBM kompaniyasida o'quv mashg'ulotlarim hamda boshimizdagi tashvish haqida Sandra bilan gaplashar ekanman, ikkimiz bir haqiqatni tushuna boshladik. O'g'limizga yordam berish uchun qilayotgan ishlarimiz va uni aslida qanday ko'rishimiz o'rtasida uyg'unlik yo'q ekan. Biz ichki hissiyotlarimizni vijdonan tahlil qildik. Tan olish kerak, farzandimizni chindan ham qoloq va noshud bola deb o'ylar edik. Uni muvaffaqiyatli qilish uchun urinishlarimiz samara bermayotgani bejiz emasdi. Muomala va munosabatimiz me'yordan ortiq rag'batlantirishlar orqali biz bolamizga sen layoqatli emassan, sen himoyaga muhtojsan demoqda edik. Shu tariqa rafiqam bilan tushuna boshdikki, vaziyatni o'zgartirish uchun dastlab o'zimizni o'zgartirishimiz zarur ekan. O'zimizni samarali o'zgartirishimiz uchun esa avvalo idrokimizni o'zgartirmog'imiz talab qilinardi. Shaxs va fe'l-atvor etikasi. Idrok borasida izlanish olib borish bilan bir qatorda men 1776-yildan beri Amerika Qo'shma Shtatlarida chop etilgan muvaffaqiyat sirlari to'g'risidagi adabiyotlarni o'rganishga sho'ng'idim. Kamina o'zimni takomillashtirish, ommabop psixologiya, o'ziga o'zi yordam berish kabi mavzular yoritilgan yuzlab kitob, maqola va esselarni o'qib yoki ko'zdan kechirib chiqdim. Ozod va demokratik bu xalq vakillari muvaffaqiyatli hayot kaliti deb hisoblagan omillarni jamladim. Tadqiqotda mobaynida 200 yil avval bitilgan muvaffaqiyatga oid asarlar bilan tanishar ekanman. O'sha davr adabiyoti mazmuni hayratlanarli darajada o'zgacha bo'lganini ko'rdim. Oilam, shuningdek, yillar davomida men birga ishlagan ko'plab odamlarning hayoti va munosabatlarida o'zim guvoh bo'lgan iztiroblar tufayli so'nggi 50 yil ichida chop etilgan muvaffaqiyatga doir adabiyotlar juda sayoz ekanligiga tobora amin bo'lib bordim. Boshqacha aytganda, muvaffaqiyat sirlari haqida yozilgan zamonaviy adabiyotlar jamiyatga ijtimoiy imij yaratish usullari, odamlarni qiynaydigan jiddiy muammolarga tezkor, biroq yuzaki yechim topish choralari bilan to'lib toshgan edi. Bu xuddi boshi qattiq og'riyotgan odamga aspirin berishdek gap. Aspirin bosh og'rig'ini vaqtincha to'xtatishi mumkin, lekin surunkali kasalliklarga davo bo'lmasligi shubhasiz. Xuddi shu kabi zamonaviy adabiyotlarda bitilgan yechimlar muvaffaqiyatga erishish yo'lida shaxs duch keladigan qiyinchiliklarni vaqtincha yengillatadi, lekin muvaffaqiyatsizlikning asl sababini bartaraf qilmaydi. Bunga qarama-qarshi o'laroq, dastlabki 150 yil davomida chop etilgan deyarli barcha adabiyotlar muvaffaqiyatning asosi sifatida fe'l-atvor etikasi, ya'ni halollik, kamtarlik, sadoqat, muloyimlik, jasorat, adolat, sabr-toqat, ishbilarmonlik, soddadillik kabi xislatlar va oltin qoidani o'zlashtirishni asosiy o'ringa qo'ygan. Benjamin Franklinning avtobiografiyasi ana shunday adabiyotning yorqin namunasidir. Unda bir insonning o'z tabiatiga muayyan tamoyil va ko'nikmalarga qanday sindirgani hikoya qilinadi. Fe'l-atvor etikasiga ko'ra, samarali yashash uchun birlamchi tamoyillar mavjud. Odamlar shu tamoyillarni o'rganib, fe'l-atvoriga singdira oladigan haqiqiy muvaffaqiyat va cheksiz sadoqatga erishadi deb hisoblangan. Biroq Birinchi jahon urushidan so'ng qarashlar o'zgarib, muvaffaqiyat asosi sifatida fe'l-atvor etikasi emas, balki shaxs etikasi oldinga chiqadi. Unga ko'ra, muvaffaqiyatga jamiyatda shaxsiy imijga ega bo'lish, o'zgalar bilan munosabatlarni silliqlovchi muomala va xulq orqali erishilar edi. Shaxs etikasi ikki asosiy yo'nalishni o'z ichiga olardi. Birinchisi inson va jamiyat o'rtasidagi aloqa usullari, ikkinchisi ijobiy ruhiy munosabat (IRM). Bu falsafaning ba'zi g'oyalari sizning munosabatingiz, sizning yuksakligingizni belgilaydi. Tabassum xo'mrayishdan ko'ra ko'proq do'st keltiradi.
Inson ongi o'zi anglagan va ishongan har qanday narsaga erisha oladi kabi ilhomlantiruvchi va kuchli shiorlarda o'z ifodasini topgandi. Biroq shaxs etikasining boshqa jihatlari ochiqchasiga manipulyatsiya va aldovga yo'g'rilgan edi. Odamlar boshqalarga yoqish uchun yolg'on gapirishga, o'zlari istagan narsaga erishish uchun soxta ma'lumotlar to'qib chiqarishga yoki qudratli ko'rinishga qo'rqitishga odatlanib qoldi. Ushbu adabiyotlarning ayrimlarida fe'l-atvor muvaffaqiyatning bosh kaliti emas, shunchaki tarkibiy qismi deb hisoblanadi. Shuning uchun ularda fe'l-atvor etikasi nomigagina eslanib, asosiy e'tibor muvaffaqiyatsizlikka tezkor yechim topish usullari, muloqot mahorati va ijobiy munosabatlarga qaratilgan. Rafiqam ikkimiz o'g'limizdagi muammolarni hal qilish uchun qo'llayotgan choralarimizni anglamagan manbai aslida shaxs etikasi ekanligini tushuna boshladim. Shaxs va fe'l-atvor etikasi orasida farqni chuqurroq anglaganim sari farzandlarimizning xulqiga qarab jamiyatdagi o'rnimiz baholanadi degan xato talabni miyamizga singdirib olganimizni, o'g'limiz esa bu talabga javob bera olmayotganini fahmladim. Biz odamlarga yaxshi, g'amxo'r ota-ona ekanligimizni isbotlash uchun bolamizni boricha qabul qilishdan voz kechgan edik. Aslini olganda, o'g'limiz baxti borasidagi xavotirimizdan ko'ra muammoni ko'rish va yechish usulimizda ko'p gap bor edi. Xulosalarimni rafiqam bilan bo'lishgach, ikkimiz ham fe'l-atvorimiz va o'ylarimiz o'g'limizga qattiq ta'sir qilishiga amin bo'ldik. Ijobiy taqqoslash omillari ichki qadriyatlarimiz bilan hamohang bo'lmasa, bu shartli sevgiga va oxir-oqibat bolamizning o'z-o'zini qadrlash tuyg'usi pasayib ketishiga olib kelishi mumkin edi. Shunday qilib, biz bundan buyog'iga bor diqqatimizni farzandimizni muvaffaqiyatli qilish uchun qo'llayotgan choralarimizga emas, balki o'zimizga to'p omillarga va o'g'limizni tushunishga qaratdik. Farzandimizni o'zgarishga urinmay, aksincha uni o'z holiga qo'ydik. O'zini anglashga, mustaqil bo'lishiga va qadr-qimmatini his qilishiga imkon yaratdik. Shundan so'ng teran fikrlash, iymon va ibodat hamrohligida o'g'limizning o'ziga xos xususiyatlarini ko'ra boshladik. U vaqti soati yetib yuzaga chiqadigan qatlam iqtidor sohibi edi. Biroz biz xotirjam tortib, farzandimizni o'z yo'lini o'zi topishiga to'siq bo'lmaslikka kelishdik. Bundan buyon ota-ona sifatidagi rolimiz uni qadrlash, yaxshi ko'rish va boricha qabul qilishdan iborat bo'ldi. Shu bilan birga ichki hissiyotlarimizni vijdonan jilovlab, bizning qadr-qimmatimiz farzandlarimizni barchaga maqbul kelishi bilan o'lchanmasligiga o'zimizni tayyorladik. Farzandlarimiz haqidagi eski tushunchalardan voz kechib, qadriyatga asoslangan motivlarni rivojlantirganimizdan so'ng yangicha his-tuyg'ular paydo bo'la boshladi. Endi o'g'limizni boshqalar bilan taqqoslash yoki muhokama qilish o'rniga uni har bir xatti-harakatlardan zavqlanardik. Biz bolamizni o'z tasavvurimizga yoki jamiyat andazasiga moslashtirishga harakat qilishni to'xtatdik, chunki u har tomonlama sog'lom ekaniga, o'z hayotini o'zi eplay olishiga ko'zimiz yetdi. Kimlardir uning ustidan kulsa, boshqa e'tibor bermadik. O'g'limiz hamisha qanotimiz ostida ulg'aygani, endi esa himoyasiz qolayotganligi sabab ilk og'riqli iztiroblarni boshdan kechirdi. Buni bizga izhor etganida indamay eshitdik, lekin hech qanday javob qaytarmadik. Bu orqali sen muhofazaga muhtoj emassan, senda mutlaqo muammo yo'q deya bildirdik. Shu tariqa haftalar, oylar o'tdi. Farzandimizning o'ziga ishonchi ancha yuksaldi va o'zini boricha qabul qilishni o'rgandi. Uning iqtidori o'z holicha o'sa boshladi. Vaqti soati kelganda jamiyat mezonlariga javob beradigan aqliy, jismoniy va ijtimoiy jihatdan barkamol shaxsga aylandi. O'tayotgan yillar davomida u talabalarning turli yumushlariga yetakchi etib saylandi. Mamlakatning eng yaxshi sportchilaridan biri bo'ldi hamda uyga a'lo baholar to'la tabel bilan qayta boshladi.
O'g'limizda shakllangan jozibador va so'xdil shaxsiyat odamlar bilan qiyinchiliksiz aloqa bog'lashga imkon berdi. Hozir rafiqam bilan ishonamizki, jigarbandimiz erishgan yutuqlar shunchaki biz ijtimoiy mukofotga javoban emas, balki o'ziga nisbatan his-tuyg'ularining yorqin ifodasi edi. Bu men uchun ham, Sandra uchun ham ajoyib tajriba bo'ldi va boshqa farzandlarimizni tarbiyalashda muhim qo'llanma vazifasini o'tadi. Biz muvaffaqiyatga erishishning fe'l-atvor etikasi hamda shaxs etikasi o'rtasidagi farqini bilib oldik. Bizning qarashlarimizni muqaddas matndan olingan quyidagi satr juda yaxshi ifoda etadi. Qalbingizga shunday ishtiyoq bilan ishlov beringki, hayotiy muammolar undan chiqib ketsin.